Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay yüzləyən metrologiya təkşürüş punktini əməldən qaldırdı. Xitay atalmış chet elga chetishliq degan nom bilan necha yuzlagan metrologiya tekshirish punktini amaldan qoldirganligini oshkorildi. Xitay yer shari vaqt gazining 1 noyabr xabar qilishicha, Xitay bu yil kirgandan buyon davlat bexatarlik organlari metrologiya maxfiyatlikni saqlash qatorliq tarmoqlar bilan birlikda butun Xitay miqyosida chet elga chetishliq metrologiyalik tekshirish maxsus tuzash harakatini boshlagan. Xitay bu harakat davomida chegara sirtidagi metrologiya uskunlari vakolatchi shirkatlaridan 10 nechini chet elga chetishliq metrologiya punktidan 3000 ni tekshirganligini, tekshirish orqali atalmish chet elga chetishliq degan nom bilan 400 metrologiyalik tekshirish punktining chegara sirtiga metrologiyalik sonliq ma'lumotlarni vaqtida yetkazayotganligi butun Xitoydagi 20 necha o'lkaga keng ko'lamda tarqalib, Xitoyning bexatarligiga yoshirin xavf elib kelayotganligini bayqaganligini da'vo qilgan. Xitoy axborot vositalarining bildirishicha, aholilar rayoniga o'rinlashtirilgan metrologiyalik tekshirish uskunasi chet elga chetishliq metrologiyalik tekshirish punktlarining ba'zi tekshirish turlari chegara sirtidagi hukumatning bevosita yordamiga erishgan. Qisman ko'zitish nuqtalari harbiy o'rin, harbiy sanoat korxonasi qatorliq sezgur o'rinlarning atrofiga o'rinlashtirilib, dengiz yuzidan egizligini tekshirib va GPS o'rnini bekitgan. Ba'zilari asosliq ochliq ishlab chiqarish rayonlariga o'rinlashtirilib, dehqonchilik ziroatlarining o'sishi va ochliq mahsulot miqdorini tahlil qilgan. Ba'zilari hatto uzun vaqt ko'p qatim ko'p nuqtada chet el hukumat tarafining metrologiya apparatlariga uchurlarni vaqtida yetkazgan. Aloqador uskunlarning hajmi kichik, qorashtirishga qulaylik, oson bayqig'ili bo'lmaydigan bo'lib, avtomatik to'plig'ili hamda vaqtida to'rda yetkazgili bo'ladi ekan. Kuzatuvchilar Xitoyning jinoiy qilmishlarining Xitoyni ansizlikka selib qo'yganligini, mustabid siyosatining xalqaroda oshkoralanib qilishidan qattiq andisha qilganligi sababli nurg'un texnika uskunalarini yoki shu uskunalarni ishlatgan xalqini atalmish chet elga bog'langan deb bostirib jazolab kelganligini, bo'libmi Sharq Turkistonda Xitoyning bu xil jinoyatining eng yuqori chekda davomlashib kelganligini bildirishmoqda. Uyg'ur qizlarining dafsanda qilinishida Xitoy bexatarlik idorasining qo'li borligi oshkorlandi. Uyg'ur qizlarini Xitoylar bilan to'y qilishga majburlash siyosatining orqasida Xitoyning xalq ishlari va davlat bexatarlik idorasining borligi oshkorlandi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy rejimi Sharq Turkistonda millatlarning o'zaro qo'shilib assimilyatsiya bo'lib ketishini maqsad qilgan siyosatlarni zo'r kuch bilan yo'lga qo'yayotgan bo'lib, 2014-yili 21 avgust Charchan nahiylik partikom chiqargan milliylar bilan Xitoylar to'ylashgan oilalarni mukofotlash tadbirlari nomli hujjat Shi Jinpingning bu xil siyosatlarining Sharq Turkistonda jiddiy ijro qilinishga boshlaganligidan signal bergan edi. Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratilgan irqiy qirg'inchilik siyosatlari davom qilayotgan, Uyg'ur erlarini asos qilgan keng ko'lamli tutqun va lagerlarga qamash hali ham davomlashayotgan shunday bir mezgilda Xitoy rejimining Uyg'ur qizlari bilan Xitoylarning to'ylashishini ilgari suradigan tadbirlari yuqori to'lqinga ko'tarildi. Bu to'g'riliq oshkora chaqiriq qiladigan e'lon va tashviqotlar hatto Xitoy ijtimoiy taratqularida Xitoylarning Uyg'ur ayollarini xotinlikqa elish orzusini hayosizlarcha ifoda qilishlari, chiroyli Uyg'ur qizlarini xotinlikqa olganligini ko'z-ko'z qilayotgan bir qism Xitoylarning badbashiri qiliqlari Xitoy ijtimoiy taratqularida keng o'rin olmoqda va muhojiratdagi Uyg'urlarni qattiq seskandirmoqda. Erkin Asiya radiosi muxbiri Gulchehra xonimning iz qo'g'lab ishlagan xabarida bildirishicha, u navbatda Urumchida xizmat qilayotgan atalmish Xinjiang loyiqim madaniyat cheklik shirkati qizliq liniyasiga telefon qilgan bo'lib, telefonni olgan mulozim bu shirkatning bexatarlik idorasi, ya'ni Xitoy davlat bexatarlik idorasi hamda Urumchi xalq ishlari idorasining maxsus rag'batlantirib qo'llashi ostida mulozimat boshlaganligini oshkorlagan. Ilgari Xitoy rejimining diviziya va boshqa o'rinlarda bu xil kasb bilan shug'ullanadigan shirkatlarni qurayotganligi hamda ijtimoiy taratqularda bu xildagi tashviqotlarni qilayotganligi Xitoy o'lkalaridagi Xitoylarni Uyg'ur qizlar bilan to'y qilish va Sharq Turkistonga ko'chib kelib foydali siyosatlardan bahramand bo'lishni tashviq qilish mazmunidagi videolardan oshkorlangan edi.
Xitoycha torlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoylarga Uyg'ur va boshqa millat qizlaridan loyiq izlashni tijorat kasbi qilib olgan bundaq shirkatlar navbatda hamma shaharlarda ko'plab qurilayotgan bo'lib, Uyg'ur jamiyatiga nisbatan bu yot va axloqsiz hodisaga qarata ijtimoiy taratqulardagi Uyg'urlarning qaytirgan inkoslarida qayd qilinishicha, amdilikda Uyg'ur qizlarini Xitoy o'lkalariga yotliq bo'lishga da'vat qiladigan, shundaqla Xitoylardan loyiq izlaydigan kasbiy mulozimat o'rinlari va to'r suplari qurilishga boshlagan. Yana ba'zi inkoslarda aytilishicha, bu yuzlanish Xitoy rejimining Uyg'urlarni 1 milliard 400 million nupusga ega odam dengizida nupus, madaniyat va boshqa jihatdan eritib yo'qotish siyosatlarini zo'r qadamda normallashtirishga boshlaganligini ko'rsatib beradi ekan. Xitoycha tor arxivlaridan oshkorlangan uchurlarga qaraganda, atalmish Xinjiang loyiqi madaniyat tarqitish cheklik shirkatining qonuniy vakili Mutallibjon Muhammad ismli bir manqurtlashgan Uyg'ur bo'lib, bu shirkat 2019-yili 12-oyda qurilgan va shu vaqtda ro'yxatga elingan mablag'ining 5 million so'm Xitoy puli ekanligi aytilgan. Mazkur shirkat loyiq tunishtirish mulozimatidan boshqa yana yig'in va ko'rgazma mulozimati, fotograf va sin ishlash, e'lonchilik, yumshoq detal qatorliq mulozimatlarni qiladi ekan. Bu shirkat ishlab tarqatgan loyiqim yumshoq detali bo'lsa, maxsus Uyg'ur qizlarini Xitoy o'lkalaridagi erlarga tunishtirish yumshoq detali sifatida Douyin, Weibo qatorliq Xitoy ijtimoiy taratqularida uchrashish va loyiq izlash supsiga aylangan bo'lib, navbatda loyiqim supsining Xitoyning har qaysi joylaridan tizimlatgan a'zosi 1 million 202 mingga yetadi ekan. Yaponiyada ochilgan xalqaro Uyg'ur munbiri g'alabalik oxirlashdi. Xalqaro Uyg'ur munbiri Dunyo parlamentlar kengashi 29-oktyabr Yaponiyaning Tokioda boshlanib 31-oktyabr oxirlashdi. Xalqaro Uyg'ur munbiri Dunyo parlamentlar kengashi 29-oktyabr Yaponiyaning Tokioda boshlanib 31-oktyabr oxirlashdi. Munbarni Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashkillagan bo'lib, 25 davlatdan kelgan mutaxassis parlament a'zolari bo'lib, 200 dan ortiq kishi ishtirok qilgan. Munbarga Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining bosh kotibi Abdurashid Aminaji, Sharq Turkiston ulamolar birligining tashqi ishlar mas'uli ustoz Abdusalom Olim taklif bilan ishtirok qilgan. Munbarda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishi muzokara qilingan bo'lib, undan boshqa Sharq Turkiston vaziyatiga munosabatlik bo'lgan Hong Kong, Tayvan bo'g'izidagi jiddiyliklar, shundaqli Sharq Turkistonga qo'shni bo'lgan ellarning tadrijiy holda Xitoyning yushurun tahdidiga duch kelish ahvollari muhokama qilingan. Yig'inning oxirgi qismida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazilgan bo'lib, Yaponiya parlament a'zolari, Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqin esa, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Keiji Furuya, Kommunizm qurbonlari xotir fondining oliy tadqiqotchisi Dr. Adrian Zenis qatorliqlar taratqularning savollariga javob bergan. Yig'in oxirida Xalqaro Uyg'ur munbiri nomidan birlashma xitobnoma e'lon qilingan. Xitobnomada Xitoy rejimining Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirish bilan birga har xil vositalar bilan xalqaro jamiyatni aldab, jinoyatlaridan tinishga urinayotganligi, navbatda avval Xitoyning aldamchilik harakatiga qarshi turib, irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatishning muhimligi ta'kidlangan. Xitobnomaning oxirida Xitoy chegara halqigan bostirish harakatini boshlab, muhojiratdagi Uyg'urlarni har jihatdan vayron qilishga urinayotganligini, Xitoyning bu harakatiga unumli tadbir qo'llanish kerakligi, Yaponiyaning Uyg'ur qirg'inchiligi masalasida aniq pozitsiyada bo'lishi kerakligi, Xitoyning ziyonkashligiga uchragan Mo'ng'ullar, Tibetlar, Uyg'urlar hamkorlashib, Xitoyga o'rtaq taqobil turish kerakligi bildirilgan. Arab davlatlari ichida Iordaniya Isroiliyaga qarshi tunji bo'lib harakat qildi. Arab davlatlari ichida Isroiliyaning G'azzaga qaratgan bombardimoniga qarshi harakat qilgan davlat Iordaniya bo'ldi. Yer shari xabarlari kanalining 2 noyabr xabar qilishicha, Arab davlatlari ichida Isroiliyaning G'azzaga qaratgan dahshatlik hujumlarga qarshi tunji harakat qilgan davlat Iordaniya bo'lgan bo'lib, Iordaniya tashqi ishlar ministri Ayman Safadi Isroiliyada turishliq bosh elchisini qaytirib ketganligini bildirib, Iordaniya bosh elchisining Isroiliyaga qaytishi uchun Isroiliyaning urush to'xtatishi kerakligini shart qilgan. Yaqinda Isroiliya bilan munosabatni asliga keltirgan Arab Birlashma Xalifaligi, Sudan, Bahrayn qatorliq Arab davlatlarida xalqning hukumatga bo'lgan noroziligi barg'ancha kuchaygan bo'lib, ko'chaga to'plashgan xalq hukumatni Isroiliya bilan bo'lgan diplomatik munosabatni bekor qilishga chaqirmoqda. Undan boshqa Kolumbiya raisi Gustavo Petro Isroiliyani Falastin xalqini qirg'in qilganligini ayblagan. Braziliya prezidenti Lula da Silva bu urush emas, balki qirg'inchilik degan.
Boliviya hukumati bo'lsa 31-oktyabr Isroiliya bilan diplomatik munosabatni uzganligini jakarlagan hamda Isroiliya armiyasining G'azza rayoniga qilgan hujumini insoniyatga qarshi jinoyat deb ayblagan. Türk Devletleri Teşkilatı Başlıklar Yığını Astana'da başlandı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. nöbetlik Başlıklar Yığını Kazakistan'ın paytaxtı Astana'da başlandı. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, qurilganligining 14 yilligini tabriklayotgan Türk Devletleri Teşkilatı bu qitimqi yig'inning temasini Türk davri qilib bekitdi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan paytaxtı Astana'da çağırılgan 10. nöbetlik başlıklar yığınıga Türkiye'ye vakaleten Prezident Recep Tayyip Erdoğan ve başka ministerler iştirak kılmakta. Egilinişçe başlıklar yığınıda Türk Devletleri Teşkilatı'nın qaralmaları müzakere kılındığan rehberler bir qatar muhim meseleler toğrusida muhim kararlarını çıkarıdığan teşkilatının soda, iqtisad, qatnaş ve tamojna sahalarındaki lahilerine münasebetlik türlük kelişimleri hem resmi hüccetlerini küçüge ega qiladigan yuqori qatlamlıq bir munbar şekillendirildiken. Türk Devletleri Teşkilatı'nın nöbetçi reislik vazifesini Özbekistan'dan Kazakistan ötküzüp aldığan başlıklar yığınının ahırida rehberler bir qatar qararnameler Astana bayannamesi ve Astana başlıklar yığını xitapnamesini imzalaydiken. 2009 yılı 10. ayının 3. günü Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından imzalanğan Naxçıvan kelişimiga asasen kurulgan Türk Devletleri Teşkilatı təxminen 5 milyon kvadrat kilometrlik ziminga ega a'zo devletleri bilen Türk dünyasının coğrafiyelik alahidelikini yanımı zoraytıp 14 yıl içinde xalqaralıq teşkilatga aylandı. 2021 yılı 11. ayının 12. günü İstanbul'da çağırılgan 8. nöbetlik başlıklar yığınıda asli Türk Kengişi bolgan teşkilatın ismi Türk Devletleri Teşkilatı'ga özgertildi. 2019 yılı Baku'da çağırılgan başlıklar yığınıda Özbekistan'ın a'zo bo'lishi bilan Türk Devletleri Teşkilatı'ga a'zo devletlerinin sani 5'ga yetdi. Növbetde Türkmenistan, Vengriya ve Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'nın küzetkichi a'zolaridir. Merkezi İstanbul'ga joylashgan Türk Devletleri Teşkilatı, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı öz ichiga algan Yevropa Xavfsizlik ve Hemkarlık Teşkilatı, İslam Hemkarlık Teşkilatı ve Dünya Tamojna Teşkilatı qatorliq nurg'un xalqaralıq teşkilatlar bilan hamkorlashib turli faoliyatlarni elib bormoqda. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yig'inda qilgan so'zida bu yil qurilganligining 100. yilini tabriklayotgan Türkiye Cumhuriyeti bo'lish sifatimiz bilan butkul Türk dunyosining tinchligi, gullanishi va bexatarligi uchun davomli tirishchanlik ko'rsatadiganliklarini bildirdi. Hürmetli görürlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atiki programmada ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.